Yoshlar parlamentiga saylov davom etmoqda. Qadrli partiyadoshlar, azmu shijoatli yoshlar va tengdoshlar, siz ham Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zosi bo'lishingiz mumkin. Agar siz 18 yoshdan 30 yoshgacha oliy yoki tugallanmagan oliy ma'lumotga ega, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, partiyaga a'zo yoki xayrixoh bo'lgan faol yoshlar qatorida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati yordamchisi va partiya tizimida faoliyat yurituvchi xodim, yoshlar parlamentiga avvalgi saylovda saylangan bo'lsangiz ham yoshlar parlamentiga nomzod sifatida hujjat topshirishingiz mumkin. Hujjatlar joriy yilning 1-apreligacha qabul qilinadi. Nomzodlar Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga partiyadan saylangan deputatlarning okrugidan bo'lishi shart. Hujjatlaringizni nizomda ko'rsatilgan holda hududiy partiya tashkilotlariga topshirishingiz mumkin. Yoshlar parlamentiga saylov o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom bilan quyidagi havola orqali tanishsangiz bo'ladi. Hurmatli yoshlar, qudratli davlatga tayangan, qonunlari milliy va umuminsoniy qadriyatlarga uyg'un, inson qadri baland, farovon jamiyat qurishni bosh shior bilgan milliy tiklanishga qo'shiling va ushbu partiyadan nomzodingizni ilgari suring. Agar siz ziyolilar, qadriyatlarga tayangan taraqqiyot shiorini qo'llab-quvvatlovchi, vatanparvar va bunyodkor yoshlar safida bo'lishni istasangiz, yoshlar parlamentiga faqat va faqat milliy tiklanishdan nomzodingizni qo'ying. Biz jamiyatni o'zga madaniyatlar hisobiga emas, o'z urf-odat, an'ana va qadriyatlarimizga asoslanib rivojlantirishni istaymiz. Siz ham safimizda bo'ling.